Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisizlar? Azizlarim, mana bugun sizlar bilan mana bu konteynerdagi gulchalarimizni hammasini tuvakka ekmoqchimiz azizlarim. Men sizlarga 1,5 oycha oldin mana shu kameliya gulini tomirlatmoqchi edim. Ko'rsatgan edim videosini, lekin ming afsuslar bo'lsin, mana bu kameliya gulimizni tomiri chiqmabdi. Perlitga ham alohida ekkan edim. Mana shu yaxshi o'g'itlar solib ekkan edim, ustiga suv purkab, mana shu konteynerda 1,5 oycha har kun qarab kuzatgan edim, lekin tomiri chiqarmabdi nima uchundir. Qolgan gullar hammasi tomir chiqargan. Azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu kalanxo'y dollar gulining barglaridan ham siqib qo'ygan edim, ular ham tomir chiqargan. Mana azizlarim, mana bu o'g'itlarimizga demak biogumus, perlit, vermikulit, kislый torf, asmokort, mana shu o'g'itlar hammasi bor. Yaxshilab aralashtirib olamizda. Mana penoplastdan foydalanib, tuvakchalarimizning tagi teshik, yaxshigina teshik, penoplastlar solib, yaxshilab ekamiz. Mana bu gulimizni men bugun bozordan sotib oldim. Mana bu kalanxo'y gulimizni ham mana bu tuvagidan ajratib, turpoqlari bilan birgalikda asta-sekinlik bilan ana shunday ekib oldim. Azizlarim, ko'rib turganlaringizdek, demak bu yerda ikki xil kalanxo'ylar. Mana bu gulimizni dratsena bilan dollar gulini uyda o'zim tomirlatdim. Mana shunaqa idishdan foydalanmoqchi bo'ldim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu dratsena guli bilan dollar guli uzoq vaqt tomir chiqarar ekan. Почти 1,5 oycha bo'lib qoldi. Mana ana ko'rib turganlaringizdek, tomirlari baquvvat. Mana endi ekishga keldi. Demak, ekishimiz kerak ana endi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda ekdim azizlarim. Mana ana endi mana dratsena gulimizni ekib bo'ldim. Ana endi azizlarim, dollar gulini ham ekaman. Uni ham tomirlari baquvvat bo'lib chiqqan. Demak, mana gullarimizni ekib bo'ldim hammasini. Ana endi ustiga suv purkab qo'yapman. Azizlarim, bugun men yana bozordan gortenziya sotib oldim. Mana shu gortenziya gulimni yerga ekmoqchi bo'ldim. Mana ko'rib turganlaringizdek, yerda yaxshi rivojlanadi. Mana gortenziya gulimiz, ya'ni katta bargli gortenziya. Rozoviy ekan rangi. Shu bilan birga mana bu kolokolchikni ham sotib oldim. Mana bu kolokolchik sredniy kolokolchik ekan nomi. Demak, o'rta gulli kolokolchik. Mana bu gulimizning nomini topolmadim. Juda ham murakkab ekan oti. Demak, tuflichka guli ham deyilar ekan, tuflichka. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu gullarni yerga ekyapman azizlarim. Ana endi gullarimizga yaxshilab ekib, taklarini bosib qo'yamiz, havo kirib qolmasligi uchun. Ana endi azizlarim, gullarimizga suv qo'yamiz. Azizlarim, mana shunday bugungi kuni mana shu gullar bilan o'tdi. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha g'oyibona deb qolaman. Sog' salomat.